Assalomu alaykum hammalarga. Yana har doimgidek Do'mbroboddan gapiramiz. Bugungi Do'mbrobodda xo'p, klientimizga lentishniy pila birinchi apparatimizni qilib beramiz. Lentishniy pila bilasizlar, arra bo'ladi bu yoq tomonida. Arra aylanadi. Xo'p, bez regulirovka bo'ladi bu. Xo'p, 220 da ishlaydi. Xo'p, kesish parametrlari ko'rishingiz mumkin. Xo'p, vata 350 watt bo'ladi. Основной taxta и plastik ham kesadi bu. Plastik truba kesadi. Xo'p, bunda bizdan ikkita o'tdilar. Xo'p, keyingi apparatimizga o'tamiz. Xo'p, keyingi apparatimiz bizda Resmus. Xo'p, Resmus ko'pchilik bilmaydigan bo'lsa eslatib o'tamiz. Bu Resmus randa sifatida ishlatiladi. Faqat randa uchun taxtani kerak emas qismini olib tashlash uchun. Millimetrovkasiga to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Mana bu tomonda lineykasi bo'ladi. Regulirovkasidan pastga tepaga tushirib chiqarsa bo'ladi regulirovkasidan. Xo'p, bunda ikkita o'tdilar. Keyingimiz xo'p, Inco brendidan Vibration lift shkurka qilish uchun Vibration shkurka. Bu eksentrichniy bitta joyda aylanmaydi, borib aylanadi. Yana bunisi ham Resmus. Bizda Inco'ni O'zbekistonga 2 xil Resmus modeli kirib kelgan. Bu ikkinchi modeli. Ko'rishingiz mumkin. Bunimizni ham bu modelimizni faqat tegini o'zida kesadi. Mana bu 1501 modelimizni ham tegida ham kessanglar bo'ladi, ham ustki polkasida ham kessanglar bo'ladi. Agar kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Inco Do'mbrobod, har doim aloqadamiz.